Assalomu alaykum oya. Va alaykum assalom. O'g'lim, kech qolib ketding. Bugun ham ishlarim cho'zilib ketdi. Ozgina kech qolaman shekilli. Tinchlik birorta ishingiz bormi? Yo'q, bolajonim. Kech qolib ketganingga xavotir oldim-da. Siz bemalol qilavering, xavotir olmang. Mayli bolam, ehtiyot bo'l. Aha, xo'p. Soat 12 o'tdi. Mana kostyumingiz. Bugun ham ishdan kechroq qaytasizmi? Hisobotlar topshirish kerak. Ha, haligi kechqurun oyijon siz so'ragandilar. Tinchlikmi nimaga? Bilmasam. Bo'pti. O'zim gaplashib ko'raman. Bo'pti, yaxshi o'tir. Bo'pti, xo'p, mayli, yaxshi yetib oling. Xo'p. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom bolam. Ha, ishga ketyapsanmi? Bankdan chaqirib qolish, tezroq borishim kerak ekan. Jon bolam, qachonga vaqting bo'ladi? Tinchlikmi, nimadir bo'ldimi? 4-5 kundan beri ozgina mazam bo'lmay, davleniyam oshyapti.